Minecraft. Bu fizikaga tupurib qo'ygan o'yin. Va uning o'zining qoidalari bor. Nega Minecraftda pastga kavlab bo'lmasligini bilasizmi? Chunki agarda siz pastga qarab kovlaydigan bo'lsangiz, Minecraft qaraydi, "Xo'y, menga qo'lingni tekkizma, men unaqangi qizlardan emasman" deydi-da, enangizni uch qo'rg'ondan ko'rsatib yuboradi. Yetmaganiga kerakmas vaqtda zombilar. Kerak vaqti bunga esa yaratuvchilar aybdor. Ularni shunday qilish kerak. Padaringga la'nat. Yetmaganiga shunday katta teshikdan ingichka bir o'q o'ta olmaydi. Qanday dedim? Qanday? Bilmadim. Menimcha bu tentak yaratuvchi Minecraftni yaratayotganda fizika haqida umuman o'ylamagan shekilli. Lekin baribir Minecraft hammamiz uchun ajoyib o'yin bo'lib qolaveradi. Chunki bizga Minecraftning aynan shu joyi yoqadi-ku, fizikaning yo'qligi. Agar video yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling.